Kelin qo'shi boshqacha taomlarni pishirishni bilasizmi deganda tayyorlanadigan taom retseptini bermoqchiman. 4 ta tuxumga sut va tuz solib, quymoqlarimizni skorotkada pishirib olamiz. Taxminan 6-7 ta chiqadi. Va Jojo firmasidan tayyor qiymasidan foydalandim. Juda ham mazali bo'lgani uchun shunga tuz va zira solib massani aralashtirib olamiz va boyiga pishirgan 7 ta quymog'imizga bo'lib olamiz. Hammasini shunaqa surib ikkitaga bo'lib o'rab olamiz qizlarjonlar va shunaqa idishga solib ustidan suvga bulyonni qo'shib duxovkaga 185 gradusga ustini folga bilan yopib jo'natib yuboramiz va yoniga salat qilamiz. Aysberg karomi, bitta bodring, bitta pomidor va jo'jani shunaqa halol filesidan foydalandim. Bir donasini suvda pishirib olib, uni ham sovuramiz va ustidan jo'xori va achchiqni sevadiganlar uchun shunaqa soseli bo'ladi. Agar sevmasangiz, somaseli ham bo'ladi. Ustidan ozgincha limondan ham siqib yuboramiz. Shunaqa zo'r salat bo'ladi. Ham to'yimli, ham ozdiradigan salat. Bu salatni sizlar kechki taom o'rniga yesanglar, ozasizlar qizlarjonlar. Undan keyin ovqatimiz ham pishib chiqdi va yoniga shunaqa guruchli garnir qilib, ustiga ukroplarni solib, chiroyli qilib podacha qilamiz. Oyijoningiz hayron bo'lib qoladilar. Juda ham zo'r chiqadi va to'yimli chiqadi. Eng muhimlisi umuman semirtirmaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib